So'z boshida keladigan hamza qachon qat'iy hamza bo'ladi va qachon vasli hamza bo'ladi? Sizga buni bilishni oson yo'lni o'rgataman. Agar ikkita alif orasida bitta yoki ikkita harf bo'lsa, demak birinchi hamzamiz qat'iy hamza. Masalan, iqomatun, idofatun, inaratun. E'tibor bering, bu yerdagi ikkita alif orasida bitta harf bor. Keyingi misollar. Ihsanun, ikmalun, is'adun. E'tibor bering, bu yerdagi ikkita alif orasida ikkita harf bor. Agar ikkita alif orasida 3 yoki 4 ta harf bo'lsa, bu degani birinchi hamzamiz vasli hamza hisoblanadi. Masalan, intiqolun, inkisarun, iftitahun. E'tibor bering, bu yerdagi ikkita alif orasida 3 ta harf bor. Keyingi misollarimiz. Istikhrojun, istihsanun, istikbarun. E'tibor bering, bu yerdagi ikkita alif orasida 4 ta harf bor. Bu videoni albatta saqlab qo'ying, sizga keyinchalik kerak bo'lib qoladi.